Assalomu alaykum. Men hozir Minato-Milayga kelganman. Qanaqa ish qilgansiz degan savolga javob beraman. Men 15 yoshdan boshlab Mr. Donut'ga ishlaganman. Servis. Undan keyin drugstore'da ishlaganman. Dorixonadagi joy. Dorilar keyin ozgincha narsalar sotadi. Yeydigan narsalar. Supermarket biri, drugstore bitta bo'lgan joy. İşleganman. Keyin har xil ishni qilib ko'rganman. Universitetiga kirganimdan keyin ancha quroliydigan ish ko'paygan. Shuning uchun Funeda, paraxodda servis qiladigan, kelin-kuyovni to'yda boshqaradigan, manaqa mikrofon ko'tarib boshqaradigan odam qilganman. Kompaniyada kompyuter bilan ham ishlaganman. Anaqalarni, sujlarni kontrol qilaman. Boshqa savollar bo'lsa yozinglar. Ayer.